Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlarga futbol borasidagi eng qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. U23 Osiyo Kubogi vakillarimiz ertaga 3-turda Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi. O'tgan turda guruh favoritlaridan biri bo'lgan Eron terma jamoasiga qarshi maydonga tushib 0-0 hisobidagi durang o'ynagan edik. Endilikda Janubiy Koreya bilan qanday hisob qayd etiladi? Bu albatta yigitlarimizni jismoniy va ruhiy tayyorgarligiga bog'liq bo'ladi. Murabbiy Ravshan Haydar o'tgan o'yindagi xatolardan xulosa chiqargan holatda Koreyaga qarshi o'yinga futbolchilarni ruhiy va taktik jihatdan tayyorlashga umid qilamiz. Ma'lumot uchun Janubiy Koreyaga qarshi o'yinimiz ertaga 13-yanvar kuni 16:30 da Toshkent vaqti bilan bo'lib o'tadi. Hammangizni bu o'yinga albatta taklif qilamiz. Hurmatli do'stlar, bizning chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, videolarimizga like bosing, obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.